Salom. Ushbu videoda biz karvon xosda xizmatlar yoki mahsulotlarni qanday qoshish, yangilash va boshqarishni batafsil ko'rsatamiz. Siz barcha maydonlarni to'g'ri to'ldirish va sozlamalarni to'g'ri belgilash orqali takliflaringizni muammosiz ishlashini ta'minlashni o'rganasiz. Boshlash uchun menyudan xizmatlar mahsulotlar bo'limini tanlang. U yerda qo'shilgan barcha xizmatlar ro'yxati va yangi xizmat yaratish imkoniyati mavjud. Mahsulot qoshish tugmasini bosib, ma'lum tartibda to'ldirilishi lozim bo'lgan bir nechta bo'limlardan iborat shaklni oching. Birinchi bo'lim asosiy ma'lumotlar, xizmat yoki mahsulot uchun qisqa va informativ nomni kiriting. So'ng uning nima ekanligini va afzalliklarini tushuntiruvchi batafsil tavsifni yozing. Keyin biznes toifangizga mos xizmat turini tanlang. Shunda tizim tegishli sozlamalarni taklif qila oladi. So'ng joylashuv rejimini tanlang. Agar manzillarni siz belgilasangiz, host baset. Agar mijoz tanlasa, klient baset. Narx parametrlariga o'tamiz. Doimiy narxni tanlang agar xizmat qiymati o'zgarmasa, yoki muddatga bog'liq narxni tanlang agar hisoblash vaqt bo'yicha bo'lsa. Shuningdek, depozit summasi va qaytarilmaydigan to'lovni, agar mavjud bo'lsa, belgilang. Keyingi maydonlarda xizmat muddatini kiriting. Minimal muddat xizmatni bajarish uchun zarur bo'lgan eng kam vaqt, maksimal muddat xizmat ko'rsatish uchun belgilangan eng uzoq vaqt. Oxirgi bo'limda qoidalar va cheklovlarni belgilang. Kutish vaqti, mijoz yoki hamkor kutishi mumkin bo'lgan vaqt, minimal yosh chegarasi, buyurtma bo'yicha minimal mijozlar soni, guruhli buyurtmalar uchun maksimal mijozlar soni buyurtma bo'yicha. Bir vaqtning o'zida maksimal buyurtmalar soni, bir vaqtda xizmat ko'rsatiladigan maksimal mijozlar soni. Bu sozlamalar buyurtmalar jarayonini optimallashtiradi va yuqori xizmat sifatini ta'minlaydi. Majburiy maydonlarni to'ldirib bo'lgach, saqlash tugmasini bosing. Saqlangan xizmat ro'yxatda paydo bo'ladi va istalgan vaqtda unga qaytib, tahrirlash tugmasini bosish orqali o'zgartirish kiritishingiz mumkin. Shu tarzda asosiy ma'lumotlarni qoshish, xizmat turini tanlash, joylashuv, narx, muddat va qoidalarni sozlash orqali karvon xosda takliflaringizni oson boshqarishingiz va mijozlarga yuqori sifatli xizmat ko'rsata olishingiz mumkin. Kuzatganingiz uchun rahmat. Agar savollaringiz yoki qo'shimcha yordamga ehtiyojingiz bo'lsa, karvon host qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilishdan tortinmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha